Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men bugun shu koronavirusniki vatandagi ahvol to'g'risida ba'zi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashish bilan birga o'zimning bu jihatdagi ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Xitoy hukumatining bugun e'lon qilgan sonliq ma'lumotiga asoslangan vaqtida vatanda shu koronavirus bilan yuqumlangan birma odam qolmagan. Ya'ni bu aslidagi koronavirus bilan yuqumlangan 76 odamning 3i o'lib, 73i taltok saqib ketgan. Birmi shuning bilan birmi shu koronavirus bilan yuqumlanuvchi qolmagan. Bu grafikte ko'rsatilgani şu Xitoy hukumatining 1-oyning 23-kunidan 3-oyning 8-kunigacha e'lon qilgan bizning vatanimizdagi shu koronavirus bilan yuqumlanuvchilarninki soni bo'lib, bu grafikdagi oq rangliki shu vatanimizdagi koronavirus bilan yuqumlanuvchilarning jami soni, qizil rangdagisi shu kuni amaliy mavjud bo'lgan koronavirusga yuqumlanuvchilarning soni. Bu yerdagi farq nima degan vaqtida, bu yerdagi farq ya'ni jami sondan o'lab ketguchi va saqib chiqib ketguchilarni ilib etgandan keyin qilib qolgani, ya'ni qizil ranglik. Bu grafikda ko'rayotganimizdek 2-oyning 17-kunisi Xitoy hukumati vatanimizdagi koronavirus bilan yuqumlanuvchilarninki sonini 76 ga chiqdi deb e'lon qilgan bo'lib, u kundan bugun 8-oyning 3-kunigacha birmi kasal ko'paymagan. Aksincha aslidagi 76 bemor taltok saqib bugun 3-oyning 8-kuni kelgan vaqtida vatanimizda birmi kasal qolmagan. Ya'ni koronavirus bilan yuqumlangan birmi odam qolmagan. Koronavirusiningki hozirgi Xitoy ichi va sirtidagi tarqalish ahvolidan va vatanning hozirgi vaziyatidan qaraganda, vatanda koronavirusi bilan yuqumlangan birmi kishining yo'q bo'lishi faqat aqlga sig'maydigan bir ish. Shundaqdimi men u sonninki to'g'ri bo'lishini, ya'ni vatanimizdagi xalqimizning omon eson bo'lishini bakla umid qilaman. Endi bu yerda bu biz hamda vatandan ishonchlik xabarga erishamaganligimiz uchun mushu sonliq ma'lumotlardan, ya'ni Xitoy hukumati e'lon qilgan sonliq ma'lumotlardan belgilik foydalanishimizga to'g'ri keladi. Albatta biz boshdan tortib Xitoy hukumati e'lon qilgan bu sonliq ma'lumotlarga ishonmagan. Men yuqori deb o'tgandagidek 2-oyninki 17-kunisidan tortib hozirga qadar bo'lgan vaqt ichida Xitoy hukumati e'lon qilgan sonliq ma'lumot asoslangan vaqtida vatanda birmi odam yangidan koronavirusi bilan yuqumlanmagan, ya'ni 2-oyning 17-kunisidan tortib hozirga bo'lgan 20 kun ichida birmi yangi kasal bayqamagan. Vatanda birmi kasal bayqalmagan bo'lsa, undaqda Xitoyning boshqa yerlarida qanday bo'lgan, ya'ni shu 2-oyning 17-kunisidan hozirga qadar Xitoydagi koronavirus bilan yuqumlangan qanday o'zgarish bo'lgan degan kelgan vaqtida bu grafikda ko'rsatilgandagidek 2-oyning 17-kunisi Xitoyda jami yuqumlangan son, ya'ni Xitoy hukumatining statistika asoslangan vaqtida 72.436 bo'lib, 3-oyning 8-kuni kelgan vaqtida 80.000dan oshgan, ya'ni jami 8.000 kasal, 8.000dan ortiq kasal ko'paygan. Shu 20 kun ichida Xitoy hukumatiniki statistika asoslangan vaqtida 8.000dan ortiq kasal ko'paygan, lekin bizning vatanda birmi kasal ko'paymagan deb e'lon qilgan.
aksincha biz mushu ijtimoiy taratqularda ko'rayotganimizdek bu 20 kun ichida insonlarimizningki sirtqa chiqishi qattiq cheklanib, nurg'un insonlarimizningki sirtqa chiqib bir narsa yetib ololmay och qolganlik to'g'risidagi video va rasmlar tarqalgan. Andan keyin insonlarimizningki yurish turishi izchil holda qattiq kontrol qilib kelgan. Bularning hammasi vatanda shu 2-oyning 17-kunisidan e'tiboran birmi yangi kasal ko'paymagan deganga faqatla uyg'un kelmaydi. Yuqorida biz shu Xitoy hukumati bizning vatanda birmi kasal koronavirus bilan yuqumlangan birmi kasal ko'paymagan degan shu 2-oyning 17-kunisidan 3-oyning 8-kunigacha bo'lgan 20 kun ichida Xitoydagi koronavirus bilan yuqumlanganlarningki ko'payish ahvoliga nazar silib o'tdik. Ya'ni bu 20 kun ichida Xitoy hukumati e'lon qilgan tizimlikdagi son 8 mingdan ortiq ko'paygan. Amdilikda shu Xitoy sirtida shu 20 kun ichida, ya'ni vatanda Xitoy hukumati birmi kasal ko'paymadi deb e'lon qilgan shu 20 kun ichida Xitoy sirtida qanday o'zgarish bo'ldi deganga kelsak, bu grafikda ko'rayotganimizdek 2-oyning 17-kunisi Xitoy sirtida jami koronavirus bilan yuqumlangan jami son 896 bo'lib, hozir bu son 30 mingga yaqinlashgan. 30 mingga yaqinlashgan, ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida shu 20 kun ichida Xitoy sirtida 29 mingga yaqin odam shu koronavirusi bilan yuqumlangan. Xitoy sirtida koronavirusi bilan yuqumlanganlarning soni tez suratda ko'payayotgan bugungi kunda Xitoy hukumati Xitoyning boshqa joylaridagi koronavirusi bilan yuqumlanganlarning soni ostildi deb e'lon qilib, nima uchun vatandagi koronavirusi bilan yuqumlanganlarning sonini butunlay kontrol bo'lgandek ko'rsatdi. Acaba koronavirusi rostilla Türk medialarida degandek Türk genidagi xalqlarga, jumladan Uyg'urlarga yuqmayyotamdi? Acaba G'arbda koronavirusning lagerlardagi xalqimizga bo'lgan tahdidi o'tirg'a chiqqandan keyin Xitoy hukumati qasddan vatandagi koronavirusi bilan yuqumlanganlar sonini yo'q qilishga tirishyapti? Acaba Xi Jinpingning chaqiriqiga binoan Xitoy hukumati vatanimizdagi koronavirusini muddatdan burun yo'q qilishga urinyapti? Acaba Xitoyda koronavirusi rostilla kontrol bo'lyapti? Oldi bilan men shu koronavirusningki lagerdagi xalqimizga ilib kelgan tahdidlari xalqaroning diqqat e'tiborini qo'zg'agandan keyin Xitoy hukumati balkim texmi ko'p ovarchilikqa kirishdan saqlanish uchun bu 17-lardan tortib vatandagi koronavirus bilan yuqumlanuvchilarningki sonini ko'paytmay ularni bara-bara saqib chiqib ketgan ko'rsatishga tirishgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Bu meningki shu Xitoy hukumatiniki vatanda e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarni to'valtishningki bir sababi bo'lishi mumkin. Mening qarashimcha uning yana bir sababi Xitoy hukumati Xitoyda shu koronavirusi tarqalgan 3 oydan beri bo'libmi 1-oyning 23-kunisi Wuhan tarqalgandan keyin Xitoyda to'xtab qolgan ishlab chiqarishni asli keltirib haqsiz va yoki azon emgak kuchi orqali vayron bo'lish oldida turgan ba'zi o'rta va kichik korxonalarni qutqizish uchun oldi bilan virus kontrol qilingan bir muhit va kayfiyat yaratayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu orqali ishlab chiqarishni tezroq asli keltirish uchun bir ko'z bo'yamchilik qilayotgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Bu shu vatandagi koronavirusningki
sonini kontrol qilishi va koronavirus bilan yuqumlanganlarniki hammasiniki saqib chiqib ketdi, doktorxonadan chiqdi deb e'lon qilishniki yana bir sabab bo'lishi mumkin. Yaqindan beri berilayotgan xabarlarga asoslangan vaqtida vatanimizdan 80 mingdan ortiq yosh Uyg'ur qizlarini ichkiridagi zavodlarga yo'tkab, u yerda haqsiz yoki nihoyatda arzon maosh bilan xizmatga o'rlashtirayotganlik to'g'risidagi xabarlar matbuotlarda e'lon qildi. Xitoy to'rbatlaridami bu haqda ba'zi xabarlar berildi. Mening qarashimcha, uning uchinchi bir sababi balkim haqiqatan Xitoy doirasida Xitoy hukumati e'lon qilgandagidek bu koronavirusninki tarqalishi belgilik darajada kontrol bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu grafikda ko'rayotganimizdagidek bu qizil ranglisi mushu 2 oyninki 13 kunidan 3 oyninki 8 kunigacha bo'lgan oraliqda mush Xitoy doirasi ichida koronavirus bilan yuqumlanuvchilarninki kundalik o'zgarish soni bo'lib, 2 oyning 13 kunisi kuniga 5 mingga ko'paygan bo'lsa, 3 oyning 8 kuni kelgan vaqtida bu kunda ko'payayotgan son 100 ning ostiga tushgan. Seriq ranglikisi Xitoy sirtidagi koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning kundalik o'zgarish soni bo'lib, 2 oyning 13 kunisi Xitoy sirtida kunda ko'payayotgan son 100 dan tuvan bo'lsa-mu, bugungi kunga kelgan vaqtida, ya'ni 3-oyning 8 kuni kelgan vaqtida Xitoy sirtidagi koronavirus bilan yuqumlanuvchilarning soni kuniga 4 mingdan ko'pib mangan. Albatta biz Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga bak ishinib ketmaymiz, lekin bu yerda hamda bu konkret son garchi bak to'g'ri bo'lmasa-mu, lekin mushu Xitoyninki va Xitoy sirtidagi ba'zi medialarda e'lon qilingan xabarlarga asoslangan vaqtida Xitoyda yaqindan beri mushu koronavirusi belgilik darajada kontrol qilingan. Aksincha Xitoy sirtida bu koronavirusninki tarqalishi tizlashib, uningki Xitoydagi tarqalish ahvolidan eshib ketgan. Bu haqda agar biz kundalik xabarlarga qaraydigan bo'lsak, bu cho'ng bir o'zgarishni ko'rib olish uncha qiyin emas. Endi bu yerda biz Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga foydalanishimizning asosli sababi hamda Xitoy hukumati bu sonliq ma'lumotlarni nihoyatda cheklab, g'arbniki mustaqil medialarniki bu sonliq ma'lumotlarga erishishga to'sqinlik qilib kelganligi uchun bizda bir mustaqil uchur egallash manbasi yo'q. Shunglashqa ba'zi ahvollarni o'zaro selishtirishga to'g'ri kelgan vaqtida yanıla Xitoy hukumati e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarni ishlatishga majburmiz. Bu deganlik biz uningga cho'qim ishonamiz yoki u cho'qim to'g'ri deganlik emas, faqatla bu yerda oldi-keynini selishtirishda nisbiy qo'llanish qimmatiga ega deb qarayman. Shunga bu sonliq ma'lumotlar orqali bir xil selishtirma qilib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Shunday qilgan vaqtida bizningki bu kasallikning o'zgarish ahvolini tushunishimizga belgilik foydasi bo'lishi mumkin. Bugun mushu yerda so'zlab turay. Albatta buningki rost yolg'onligini kelgusi reallik belgilaydi. Ya'ni yaqin kelgusi ichida bu kasalliklarningki o'zgarish ahvoli to'g'risida yana yangi uchurlarga erishishim mumkin. Shu vaqtida sizlar bilan yana o'rtoqlashib turman. Bugun mushu yergacha so'zlay. Hammanglarningki anglaganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Agar bu uchurlarningki foydalanish qimmati bor deb qarasanglar, boshqalarga tarqatib qo'yinglar. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, kelaqtim ko'rishaylik.